7 yil deganda to'q bo'lib ketdim. 7-yil, xudo xolasa mana. Fevralda rovna 7 yil bo'ladi, o'sha 8-yil ketadi. Quyon boqayotganimga hali bilmagan qirralarim tiqilib yotibdi deb bunda. Tiqilib yotibdi. O'shanga hech qachon izlanishdan to'xtamanglar. Ana aytadi-yu, o'lguncha o'qigan, o'lguncha ilm olgin degani rost-e. O'shanga hech ham to'xtamanglar. Bu sohadami, boshqa sohadami izlanib, o'shandagina faqat ko'kka chiqasizlar, murodinglarga yetasizlar. Bizda ham shunaqa to'xtash yo'q. Assalomu alaykum rezidentlarim. Maxsus YouTube kanalga hozir bitta video, oldingi Reelsda g'ajib qo'ygan ona quyonni bolalarini qo'yuvdim. O'shanga ozgina izoh berib ketishim kerak, nimaga unaqa qiladi. Buni sababi bitta, ya'ni mana quyon katta stressga tushadi. Anaqa qilgandan keyin, tug'gandan keyin o'sha stressga tushishini bilamiz. Biz o'zimiz mana shu sohada yurganlar hammasi biladi. Mana shunaqa ochib qo'yamiz. Hozir kirib emizib chiqadi. O'shunaqa bilishimizni bilib, o'sha quyonni bekorga qochgan sanasini yozib qo'yishimiz kerakligini YouTube kanalda har doim aytib o'taman. Nimaga aytib o'taman? O'sha hammasini sababi bor. O'rgatib ketyapman bilmagan odamlarga. Xo'p. Tug'di, biz qochirdik, biz chislosini yozib qo'ydik. Chislosini yozib qo'ygandan keyin biz bilamiz уже nechinchi chisloda tug'ishini bu quyonni. O'sha kuni, misol uchun, men smenga chiqaman. Smenga chiqib poylayman. Kuchli stress bo'lganda bir xil ona quyonlar o'sha stressga o'rganganlar, birinchi qorin emas, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qorinlar o'sha bilib o'zini mana shunaqa uyani yasab tug'adi. Bir xilli o'shanaqa stressga tushgandan keyin yalayotgan jarayonda tishlab qo'yishi mumkin, boshqa qilib yuborishi mumkin, quyonlarni setkaga tug'ib qo'yishi mumkin. O'shanaqa holatlar bo'lmasligi uchun biz mana tug'dimi, noto'g'ri tug'dimi joylashtirib qo'yishimiz kerak. Bu ona quyon o'zini bolasini yeb qo'ydi, bu har doim shunaqa qiladi degani emas. Birinchisiga qilishi mumkin, orada ikkinchisiga qilishi mumkin. Orada bir 3-4 marta yaxshi tug'ib, 4-chisiga, bu hammasi stress holatiga bog'liq. Shuni bilib turib, biz o'zimiz ehtiyotimizni qilishimiz kerak, ya'ni poylashimiz kerak. Qachon bular tug'ishini, qachon o'sha tug'ib joylashtirib chiqishimiz shart biza. Hammaga baribir odamzodni, bu jonzotni biza baribir o'rganganmiz. O'shanga shu narsani bilib turib qilmasak bo'lmaydi. Oldin biz mana shu ota bobolarimiz usuliga tayanib qolganmiz-da, quyon bir pasda ko'payadi, bir pasda o'zini qiladi, ko'payib ketadi degan fikrimiz bor. O'shaning uchun biza yo'q, bu soha ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor, mashaqqati bor degan holda mana shu narsalarni ko'rsatdim. Bekor ko'rsatmadim. Mana shunaqa yeb qo'yadigan holati bor, tishlab qo'yadigan holati bor deganni bekorga ko'rsatganim yo'qman. Mana shunaqa holatini любой sohada ham o'zining notomonlari bor. O'shanga ehtiyot bo'lib, qarab, o'zini to'g'ri quyon bilan to'g'ri ishlashga tavsiya qilinadi. Assalomu alaykum rezidentlarim. Hozir bitta narsaga duch keldim-da. Qaranglar. Mana bu ona quyon kechasi tuqqan, g'alati bo'lib o'tirdi-da, hozir xomush bo'lib. Lekin bolalarini yopib qo'ygan. Hozir qirg'izdim-da, mana buni ochib, qirg'izib qo'ysam, qarang. Bitta bolasi ichida qolib ketgan ekan. Men bularni emizayotganda, vidima dardi kelgan, bitta o'likni tug'ib qo'ygan hozir. Mana hozir o'zida bo'layotgan narsa. O'lik quyon tug'ilgan. O'zi xomushgina bo'lib o'tiruvdi. Mana ko'rdinglar? Tegmay turaylik-a bunga.
Mana shunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Bunaqa holat menda birinchi marta. Ko'rdinglarmi? Tozalayapti hozir. Tozalab, anlan quloqni tishlab qo'ymagin. Tavba qildim. Mana shunaqa holatlar ham bo'lib turar ekan.